Trampning buyrug'i. Amerika armiyasi Rossiya chegarasida to'planmoqda. Dahshatli burilish. Putin urushni to'xtatmoqchimi? Kremldan kutilmagan qaror. Amerika uchun sharmandalik. Pentagonning milliardlik dronlari osmonda kulga aylanmoqda. Lavrov urushning asl sababini aytdi. Rossiya tarixiy adolat qidirmoqda. Shok xabar! Aqsh-Iron urushida kutilmagan burilish. Butun dunyo larzada. Xalq Putindan yuz o'giryaptimi? Kreml kutilmagan muammoga duch keldi. Putinning reytingi qulamoqdami? Bu ko'rmalar body kelimadan kvartirat bo'ladi. Oyiga 10 mingdan berib o'tiradi ekan. Bu bola Islombek bloger. Gaplarini tushuntirib beraman. Shu qizni Moskvada operatsiya qilish kerak bo'lyapti. Buning uchun 2 million rubl mablag' zarur. Yana bitta bo'lsa, tukunni davolanadi. Putinni operatsiya qilish kerak. Qizning sharoiti juda og'ir. O'zi nogiron, ham yetim, ham ijarada, kvartirada yashaydi. Bu qizga ehson qilish orqali baxt va ish yo'llaringiz ochilishiga, gunohlaringiz kechirilishiga sababchi bo'lasiz. Buni bir sinab ko'ring. Kimni jayi ummatimga yordam eta, oxiratda biladi bo'ladi deya. Agar hammamiz birlashib 1 so'mdan bo'lsa ham to'plasak, albatta 2 million yig'iladi. Agar ekrandagi kartalarga ishonmasangiz, Islombekning raqamiga aloqaga chiqing. Har bir tiyin pulingizni Islombekning o'zi nazorat qilib Pentagon uchun jiddiy yo'qotish. MQ-9 Reaper dronlari safdan chiqmoqda. AQSh Ukrainadagi urush boshlanganidan buyon o'zining eng mashhur razvedka va zarba beruvchi uchuvchisiz uchish apparatlari MQ-9 Reaper flotining qariyb 20% yo'qotdi. G'arbiy ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, Pentagon kamida 24 tadan 30 tagacha drondan ayrilgan. Bunga jangovar yo'qotishlar va turli nosozliklar tufayli xizmatdan chiqarilgan texnikalar kiradi. Bitta dronning narxi 30 million dollar ekanligini hisobga olsak, AQShning umumiy moliyaviy zarari 1 milliard dollarga yaqinlashdi. MQ-9 modeli razvedka qilish bilan birga boshqariladigan raketalarni ham tashiydi. Hozirda ushbu modelni to'liq ishlab chiqarish to'xtatilgan bo'lib, uning o'rnini yangi modifikatsiyadagi dronlar egallamoqda. Ushbu dron o'z vaqtida Yaqin Sharq va Qora dengizda faol ishlagan. Xususan 2020-yilda general Qosim Sulaymoniyga qarshi operatsiyada aynan MQ-9 Reaper qo'llanilgan edi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin 2026-yil oxiriga qadar urushni yakunlamoqchi. Ammo u buni faqat o'zi g'alabali deb hisoblaydigan shartlar asosida amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda nufuzli Bloomberg agentligi o'z manbalariga tayanib xabar berdi. Rossiya qo'yayotgan shartlar Donbass ustidan to'liq nazoratni, shuningdek Rossiyaning hududiy yutuqlarini amalda tan oladigan Yevropa bilan keng qamrovli xavfsizlik shartnomasini o'z ichiga oladi. Bloomberg manbalarining ta'kidlashicha, Kremldagi ayrim yuqori martabali mulozimlar mojaro boshi berk ko'chaga kirib qolgan va uni hal qilishning aniq yo'li yo'q deb hisoblamoqda. Rossiya elitasining ko'plab vakillari Ukrainaning front chizig'idan uzoqda joylashgan shaharlarga zarbalari tufayli rossiyaliklar orasida kuchaygan asabiy kayfiyat va urushdan charchash tuyg'usini baham ko'rishadi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Bloomberg agentligiga bergan izohida Putin urushni yakunlash uchun hech qanday muddat belgilamaganini ma'lum qildi. Biroq so'nggi haftalarda Ukraina dronlari Rossiyaning chegaradan 100 kilometr masofada bo'lgan nishonlari, ayniqsa neftni qayta ishlash zavodlari bo'ylab tez-tez zarba bermoqda. Bunday nishonlarga hujumlar oqibatida kuchli yong'inlar kelib chiqmoqda. Reuters agentligi may oyi o'rtalarida ushbu hujumlar Rossiyaning markaziy qismidagi deyarli barcha neftni qayta ishlash zavodlari faoliyatiga jiddiy zarar yetkazganini yozib chiqdi. Dronlar muntazam ravishda turar joylar va boshqa fuqarolik obyektlariga ham kelib urilmoqda. Bu esa tinch aholi orasida qurbonlarga sabab bo'lmoqda.
Tramp yuborilayotgan qo'shinlar avval rejalashtirilgan kuchlarning davomimi yoki alohida operatsiyami? Bunga aniqlik kiritmagan. Avvalroq Washington Germaniyadan ham 5000 nafar askarni olib chiqishini e'lon qilgan edi. Hozircha Polshaga yuboriladigan qo'shimcha harbiylar Germaniyadan chiqarilayotgan qo'shinlar tarkibidanmi yoki alohida guruhmi? Bu ham noma'lumligicha qolmoqda. AQSh mudofaa vaziri Pentagonning Polshaga 4000 nafar askar yuborish rejasi bekor qilingani yo'qligini, bu shunchaki vaqtinchalik kechiktirish ekanini aytdi. Shuningdek, u AQSh Polshadagi harbiy ishtirokini yuqori darajada saqlab qolishini ta'kidladi. Shunga qaramay, AQSh hanuz Yevropa xavfsizligining asosiy kafolatchisi bo'lib qolayotganini qayd etgan. Hozirda Germaniyada AQShning Yevropadagi eng katta harbiy qismi joylashgan bo'lib, u yerda 36 mingdan ortiq amerikalik harbiy xizmat qilmoqda. Taqqoslash uchun Italiyada taxminan 12 ming, Buyuk Britaniyada esa 10 mingga yaqin AQSh askari mavjud. Kreml kutilmagan muammo bilan yuzlashdimi? Putin reytingi o'rtadagi jumboqlik raqamlar fosh bo'lmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning reytingi pasayishda davom etmoqda. Rossiya fuqarolari may oyining o'rtalariga kelib, uning so'nggi 1 yillik ish faoliyatiga eng past bahoni berishgan. Bu haqda 22 may kuni Rossiyaning jamoatchilik fikri fondi FOM statistikasida ma'lum qilindi. 15-17 may kunlari o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, unda qatnashgan rossiyaliklarning 71% Vladimir Putinning prezident sifatidagi ishini ko'proq yaxshi deb baholagan. Garchi bu raqam baland ko'rinsa-da, bu so'nggi 1 yil ichidagi eng past ko'rsatkich hisoblanadi. Yana 14% respondentlar esa Putinning ishini mutlaqo ko'proq yomon deb baholagan. Bu esa so'nggi 1 yil ichidagi eng yuqori salbiy ko'rsatkichdir. Jamoatchilik fikri fondi ma'lumotlariga ko'ra, Putinga bo'lgan ishonch darajasi ham yil davomida ikkinchi marta eng past darajaga tushgan. Respondentlarning faqat 71% prezidentga ko'proq ishonaman deb javob bergan. Avval bu ko'rsatkich mart oyi oxirida ham xuddi shu darajaga tushib qolgan edi. Vaholanki, undan oldin bu ko'rsatkich 76% dan yuqori bo'lgan. Yangi so'rovnomada ishtirok etganlarning 17% Putinga ko'proq ishonmayman deb qat'iy javob bergan. Bu ham o'z navbatida mart oyining oxiridan beri qayd etilgan eng yuqori ishonchsizlik ko'rsatkichidir. Lavrov urushning asl sababini ochiqladi. Rossiya tarixiy adolat haqida gapirmoqda. Ukrainada sodir bo'layotgan voqealar zamirida tarixiy adolatni tiklash masalasi turibdi, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov SMG media guruhiga bergan intervyusida. Uning so'zlariga ko'ra, SSSR parchalanganidan keyin ruslarning bir qismi o'z tarixiy hududlarida yashagan holda Rossiyadan tashqarida qolib ketgan. Ukraina mustaqillikka erishayotganda neytral, bloksiz va yadrosiz davlat bo'lishini, shuningdek ruslar va boshqa milliy ozchiliklar huquqlarini himoya qilishni e'lon qilgan edi. Lavrovning ta'kidlashicha, agar bu majburiyatlar bajarilganida maxsus harbiy operatsiya haqida gap so'z ham bo'lmasdi. Uning aytishicha, maxsus operatsiyaning asosiy maqsadlaridan biri ruslar va rusiy zabon aholining til, ta'lim va diniy huquqlarini tiklashdan iborat. Rossiya TV rahbari ikkinchi vazifa sifatida Ukraina hududidan Rossiya chegaralariga doimiy tahdid yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaslik ekanini aytib o'tdi. Uning fikricha, 2014-yildagi davlat to'ntarishidan keyin Ukraina zamonaviy qurollar bilan qurollantirilib, Rossiyaga qarshi gijlantirilgan. Lavrov Rossiya Ukrainani faqat neytral, bloksiz va yadrosiz davlat bo'lgan holatdagina tan olganini eslatdi. Uni hozir NATOga jalb. Qatar maxfiy missiyani boshladi. AQSh va Eron o'rtasidagi keskinlikda kutilmagan burilish. Qatarning muzokara olib boruvchi maxsus guruhi AQSh bilan kelishilgan holda 22 may kuni Tehronga yetib keldi. Tashrifdan asosiy maqsad Eron bilan urushni tugatish va hal qilinmagan muammolarni bartaraf etish bo'yicha yakuniy kelishuvga erishishda yordam berishdir. Bu haqda vaziyatdan xabardor manbalarga tayanib, nufuzli axborot agentliklari xabar bermoqda. G'azo urushida va xalqaro keskinlik mavjud bo'lgan boshqa hududlarda vositachilik qilgan Doha shu vaqtgacha Erondagi mojaroda vositachi bo'lishdan o'zini uzoq tutib kelayotgan edi. Chunki Qatar 28 fevralda boshlangan urush paytida bir necha bor Eronning raketa va dronlari hujumiga uchragan. Qatarning muzokaralar guruhi juma kuni Tehronda bo'lib turibdi, dedi manba. Uning qo'shimcha qilishicha, guruh AQSh bilan koordinatsiya qilingan holda safarga chiqqan. Guruh u yerda urushni tugatadigan va Eron bilan bog'liq ochiq qolgan masalalarni hal qiladigan yakuniy kelishuvga erishishga ko'maklashadi.
Qatar Tashqi ishlar vazirligi ushbu holat bo'yicha hozircha izoh bermadi. Urush boshlanganidan beri Pokiston rasmiy vositachi sifatida ish olib borayotgan edi. Shunday bo'lsa-da, Qatarning jarayonga qayta qo'shilishi uning mintaqada AQShning uzoq yillik ittifoqchisi ekanini yana bir bor ko'rsatadi. Aziz tomoshabinlar, hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan muhim xabarlarimiz shulardan iborat edi.